Hozirgi kunda yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan ezgu intilish va harakatlarimiz hal qiluvchi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu yo'lda milliy o'zligimiz, g'urur iftixorimiz timsoli bo'lgan ona tilimiz hech shubhasiz beqiyos kuch-qudrat va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi, deydi yurtboshimiz. Davlatimiz rahbari tomonidan 2019-yil 21-oktyabrda qabul qilingan o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan ushbu tarixiy sana bayram kuni deb belgilangan. O'zbekistonning davlat tili to'g'risidagi qonuni bundan 36 yil oldin 1989-yil 21-oktyabrda mustaqilligimiz e'lon qilinishidan taxminan 2 yil ilgari qabul qilingan. Til bu millatlarni bir-biridan ajratib turuvchi asosiy belgilardan biridir. Har bir inson o'z ona tilini bilishi, uni ulug'lashi va shu bilan birga boshqa millatlarning ona tiliga ham hurmat bilan qarashi lozim. Shundagina tilning, millatning qadri va obro'yi, nufuzi oshib boraveradi.